Hem tövendeki bab mı yukarıki bab bilen asas okşaş. Namazdan bir rekat tapalgan yoki ulguralgan adamning hukmi. Bu 580 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan deydi. Bu kishi deydi bizga Malik ibn Shahabdan ibn Shahab Abi Salamat ibn Abdurrahmondan bu kishi Abu Hurayradan bayon qilgan bo'lib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan. Kimiki namozdan bir rakat topa olsa yoki bir rakatni o'qiy olsa o'z vaqtida yoki jamoat bilan yoki degandekchi namozni topgan bo'ldi. Mana bu umumyuzlik. Mayli jamoat namoziga uyg'uralsin, mayli juma namoziga uyg'uralsin, mayli bombat namozning kun petish va kun chiqishdan burungi holatda shu namozning vaqtini topa olsin. Mushu idrokat, mushu tepilmalar qarta deyilgan gap. Yani demak, mushundaq holatlarda bir rakat bilan uyg'uralgan odam shu namozdan keyin yoki ajrni ola oladi yoki namoz bo'ladi degan bo'ladi. Bu yerdagi bu tepishniki shakli qanday bo'ladi? Masalan, bir odam masjidga kelibdi, taratni elib bilamda. Kun petishdan burun takbiratul ihromda bismillah deb Allohu akbar takbirni aytibdi, sur Fatiha o'qibdi, ruku o'qibdi, sajda qilibdi. Ikkinchi rakat qo'yib qolgan vaqtida kun petib ketibdi. Masalan, 4 rakat asr ulab qolsa, asrning birinchi rakatni quyosh baldida o'qibdi. Qolgan 3 rakatni quyosh patgandan keyin akşamning vaqti kirib qolibdi u orliqda. Nayat qistab qilib, mushta vaqt o'qibdi. Bu qanday qiladi deganda, qanday bo'ladi buning hukmi desa, bu kun petishdan burun bir rakatni o'qiy olg'achqa kun petishdan burun bu odamning namoz asr bo'ladi. Demakchi bu yerda. Odamga bunday vaqtlar duch kelamdi desa, duch keladi. Men shu eng bir ustozning qo'shiq dars qilgan vaqtimda yezdi. Bu odamga bir o'tan keslaymiz deb soyga bir o'tan kesib chiqqan bir qishda. Bu o'tanni elib shu peshimdan bir peshimnoq bo'lib. Asr ulab ketdi, o'tanni besib, yo bizning uy boshroq tarafida. Kaygichilik bu tarat olamoq, taratimiz yo'q hammaylerniki. Bu asrni o'qib olsak qo'lda duduq, asrni o'qib olsak qo'l tayammum qilsak, tayammum qilishga ko'zimiz chidamaydi. Öğlen şu otaki savatga yani aralıkı 5 kilometre. Aralıkta hiç nima yok. Kış deganda su to'xtab ketadi. Moz emmiye. Şu bizning uy kiyag'ichilik kun ay qizirib patay deb qolgan. Shu vaqtda biz shu tayrat napolar shu bular elib shu namozni o'qigan, namozning oyog'i tugab bo'lgan, masalan, kun kirib ketgan. Ashta bir holatli bo'lgan. Demak, insonning beshiga har xil holatli kelmay deyilmaydi. Demak, mushta vaqtlarda kunning shu taza shu to'qashlanayotgan altida patay deb turgan vaqtida bir rakatni o'qiy olgan odam namozni topgan bo'ldi, o'qiy oldi degan bo'ldi.